Assalomu alaykum. Biz Qumtepa balonga keldik. Akamiz suhbatlarini olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, odamlarda pul qochgan paytda litsi balonda yurishganda nima qilib berasiz ekan pul yo'qlarga? Aka, bu to'g'ri savol bo'ldi. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti. Aka, biz obunachilarga, obuna bo'lib kelganlarga biz 00 so'mdan bosh to'lovsiz Nasiya savdoga balon qilib beramiz. 1 so'm puli kerak, biz bitta pasportga kelishadi, Luboy viloyatga naqd pulga Nasiya savdoga Luboy joy surishtirishaveradi, arzon qilib beriladi. 1 so'm puli kerak, bitta pasport bilan kelishadi, xohlagan balonlarni tanlab qo'yib 12 razmerdan 22 razmergacha bor, a? Albatta, Luboy xohlagan balonlar ham bor. Misol uchun Charmxo desam, Kumxo, Mustang hozirgi kunda ko'pchilik Largo so'rashyapti. Largolar ham bor, Largodan zo'rlari ham bor misol uchun. Bemalol kelishaveradi, atrofdan surishtirib, narx-navolar juda arzon. Diskalachi, saga diskalarni ham qo'yib beraverasizmi? Diskalar aka, qanaqasi qiziq emas aka. Saga diska balon olishadimi, balonni o'zim diskalar ko'rib tursalar, assortiment juda ko'p. Agar bizda yo'q balon, misol uchun diska yo'q bo'lsa, bir kunda bitta telefon evaziga olib keltirib beriladi. Bo'shni balonlarimizdan bor, xudo xolasa kelishaveradi akalar. Pastdan o'ylab qoldirib qo'yamiz.